atrofdagilar sog'inganlar uchun videoga olyapmiz. Mana shu yo'l Kitob tomoni orqali chiqib ketadi, Samarqandga ketadi. Doğrusu bir juda katta proyektni chiroyli holatga keltiriladi. Doğrusu yo'llarda, yoqalarida magazinlar, gazsinsalar, xullas Tatar qishlog'ida juda katta o'zgarish bo'ladi nasib qilsa. Surxondaryo yo'li bo'ladi. Buyog'i bu tomoni Surxondaryoni Sargardakka birlashadi, bir tomoni esa Qashqadaryodan o'tib Kitobdan tutashib Samarqandga yo'l olinadi bu yo'l oxiri. Katta holatda trassa ketadi bu yo'l. Hozir tosh yo'l Shibonga to'kilgan hozircha. Shu toshlar yorib borilib, yo'l qurilib bo'lyapti. Eni 28 metr bo'ladi degan gap bor ekan. Mana